Assalomu alaykum qarindoshlar. Oldingidan men Udemy degan bir tor betni tanishtirgan, u tor betda qanday qilib haqsiz darsliklarni ko'ra oladiganligimiz. Ko'pincha darsliklar haqli bo'lsinmi, yana shu karantin mezgilida nurg'un darsliklarni haqsiz ichib o'tkazishga men uni qanday foydalanishni to'g'risida bir video ishlagan. Bu qitim yana bir intayin isli bir tor bet tanishtirma. Buningda shu karantin mezgilida dunyo miqyosida karantin bo'lg'achqa nurg'ulg'an hukumatlar, oliy maktablar, masalan, davlat oliy maktablar, Harvard, Yale, MIT degandek, ular ta'minlagan haqsiz darsliklar, uning boshqa shirkatlar va shaxslar ta'minlagan haqsiz darsliklar, endi ular haqsiz ta'minlayotdi. Buningda bu to'rbetda, ya'ni Class Central deydi buni. To'g'ri mana Class Central deb endi latincha o'qisaqmi? İngilizce bilsanglar shu Class Central deb o'qiymiz. Ya'ni mush darsliklar manbasi, markaziy darsliklar markazi demakchi. Markaziy darslik demakchi. Bu to'rbetda shu MIT, ya'ni 8 yil burun MIT haqsiz ochiq darsni boshlagan. Shuningdan boshlab yo'l qo'yilgan shu davlat oliy maktablarininki hamma darsliklari, uningdan boshqa shirkatlarning va shu shaxslarning yo'l qo'ygan darslikni to'plangan bir to'rbet bu. Mana qarasanglar, Computer Science, kompyuter uchun qanday 1687 courses deydi. Course degan kurs. Bu bir kursdan bir 50-60 qismlik dars oldu. Mush kompyuter uchun ham 1687 da kurs var. Sod uchun 2850, Humanity degan filologiya demdik. 1911 Data Science. Hozir eng iqiyotgan mush kelgusi ham Data Science degan. Ondan keyin personal development, shaxsiy o'zingizni qanday mukammallashtirasiz yoki takomillashtirasiz, endi mukammallashtirgil bo'lmaydi. Demakchi o'g'lim o'zingizni qanday yaxshilaysiz demakchi. Shuningga 500 necha bu intayin cho'ng to'plama. Buningda taxminan 15 mingdek kurslar bor, taxminan. Uningdan boshqa qarasanglar, mana bu bosh tarafida mana haqsiz mush 5-oyda ichiladigan qatnashib bo'lgan darslarning adreslarim bor. Endi bularning ba'zi haqliq, ba'zi haqsiz. Endi buningdan haqsizni qanday topamiz? Chunki bizga haqsiz muhim-ku. Qo'yningdan to'kalsa qo'njonga deb ekan. Haqsiz ne? Ingliz bilmaydiganlar, mush ingliz bir gap o'rganinglar. Free. Haqsiz degan gap. Mush free qilib internetni bassanglar yoki ma izlash knopkasini bassanglar, barliq haqsiz. Ya'ni 1375 kurs haqsizkin. Bu ta'minlangan, to'plab bir yerga jamlab bergan bir soliq ma'lumot to'plami bu. Intayin ko'pa. Bu bir umr o'rganib olmasangiz mumkin 1375 ni. Ammo uni hamsi o'rganishdan ma'noshingiz yo'q. Nimaga ehtiyojingiz tushsa, shuni o'rgansangiz bo'ldi. Buni hamda miyadan tanlaysiz. Masalan, social science degan sosyal ilm demdi o'qimda. Tarjimasiga. Ma'rif, ya'ni pedagogika, ma'rif va o'qitish, filologiya, ilm-fan, health medicine degan sog'liq va sog'liq, ya sahiya, tibbiy, mana kompyuter ilmi, programma, injenerlik, soliq ma'lumot ilmi, san'at va loyilash, shaxsiy taraqqiyot, matematika, mana hammasi haqsizmi shularning. Mushning asosan izlab o'rgansanglar bo'ldi. Bu intayin yaxshi fursat. Hamda mush karantin mezgilda agar siz bir yangi bir mahorat egallamay qolsanglar, hamda bundan keyin mush umringizda men vaqtim yo'q o'rganmadim degan gapni ishlatmasanglar bo'ldi. Adresi mana bizning kanalga agish o'ylanglar, Facebook betga agish o'ylanglar, shunda davomli uchurlar ta'minlab turamiz. Rahmat.